Давай. Efir bormi? Xo'p, bir aloqada. Tak. Hammaga salom. Sizlar bilan siz bilgan o'sha ma'lum va mashhur Carleon PUBG. Hammaga salom do'stlar. Tak. Carleonni to'g'risini aytsam, o'zim hozir bilib topdim Carleonnikini. Bu ishonchim komil, Carleonniki tez fursatlarda mashhur nomga aylanadi va bizning Carleon oilamiz soni ham albatta tez fursatlarda kengayadi degan umiddaman. Avvalambor hammani kirib kelgan Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Ro'zalarni eson-omon tutyapsiz degan umiddaman. Xo'p, PUBG ga legendarniy o'sha biz bilgan legendarniy M416 shoot qo'shilibdi. Polni shoot set kelgan, set kelgan xullas. Bugun 20,000 UC ga open gas qilamiz. Qani ko'ramiz bugun biz qanchalik omadlimiz va qanchalik omadsizmiz. PUBG bizga qanchalik imkon beradi, shans beradi. Xo'p. To'g'risini aytsam, menga shoot unchalik qiziq emas. To'g'risini shoot qiziq emas. Men ko'proq hozir maska, Joker maska bilan Jokerning o'sha kiyimiga qiziqyapman. Ya'ni setiga qiziqyapman. Chunki o'zimda lednik bor. Lednikim full, xudoga shukr. Akkauntim ham yomon emas, o'rtacha akkaunt. Akkauntim obzori agar mabodo qiziq bo'lsa, obzor qilib bering, akkauntingizda nimalar bor ko'raylik deb agar obunachilarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda plus belgisini qoldiring va keyingi videoda obzor qilamiz. Bu aytganimdek, nikimni Carleon qo'ymoqchiman. Uning uchun bizga nima kerak? To'g'ri, ID karta kerak bizga. ID karta olishimiz kerak. Xo'p. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. O'zi sizlarga savol qiziqda, misol uchun. Lednikmi yoki shoot? Qaysi biri yoqadi sizlarga? Misol uchun menga 416 lednik yoqadi. Chunki lednik bilmadim. Men oldindan lednikka muxlis bo'lganman, oldindan yoqqan. Shuning uchun agar 416 shoot keysida yaxshi tushira olsak, keyslarni omadli chiqsa, UC ortib qolsa, ultimate keyslarni ham open case qilib ko'ramiz. Mana bu pandachaga ham qiziqdim, pandani ham open case qilib ko'ramiz. Qiziq bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Xo'p. Bu nima bu? Yubiley Mirado mashinasi, Joker maska, Joker set. Ana shu jestiga men maza qilaman. Jest juda yoqadi menga. Juda chiroyli jest. Endi do'stlar, biz O'zbekistondagi mashhur open casechilar Kardinal, yana kim Ultra kabi katta UC'dagi open case qilmayapmiz. 20,000 UC menimcha normal open case qilib qo'ysa kerak. Albatta sizlardan bittagina iltimosim, videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimiz rivoji uchun obuna bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hali bundan zo'r videolarimiz chiqishda davom etadi. Aytgancha, UC'ni kimdan oldim deb o'ylaysizlar? UC'ni bizga kim olib berdi? Aytgan bo'lardim, lekin bir tarafdan reklama olib qoladi. To'g'ri, reklama olib qoladi. Reklama qilgim kelmayapti meni. Xuddiki boru Carleon bir 100,000, 200,000 obunaching bor deya gapiryapsan, yo'q. Bu shunaqa obunaching bor, sen reklama qilsang o'sha sen UC tashlab bergan streamer wow deb mashhur bo'lib ketadi hech bo'lmasa. Hop aytaman. Menga UC'ni skill o'zi tashlab berdi. Skillga kattakon rahmat. Juda ham tez tashlab berdilar. Tezligini qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizlarga? UC servisda misol uchun UC pul o'tkazasizlar-ku. Shuni o'tkazayotgan momentingizda kartaga tushayotgan momentda o'sha UC'lar tushadi. Akkauntingizga UC tushgan bo'ladi. Mana shunaqa tez tashlab berishdi, gap bo'lishi mumkin emas.
Xo'p. Atak menga mana bu kiyim ham yoqadi. Nima? Lesnaya elfami? Elfi lesnami? Menda o'zbekchada o'rmon elfi seti yozilgan ekan. Mana set ham yoqadi. Joker shoot ham kerak. Nima deydi? Shoot skar ham kerak bizga. DP bor ekan menda, Groza bor ekan. Yumpi ham kerak, albatta kerak. Lekin ko'proq menga hozir eng qizig'i, menga kerakli bo'lgani shoot kiyim, Joker kiyim bilan Mirado. Mashinani olish. O'sa xohlamayman, lekin mana shu narsani olishdi. Mana bu korobka tushib qolsa bizga, qaranglar, xohlagan narsani tanlasa bo'lar ekan. Zo'r, mana shu narsa ham yoqdi menga. Agar mana shu korobka tushib qolsa, tanlay olamiz. Albatta, nima tanlashimizni bilamiz. Joker kiyim. Da. Keyin emas, xo'p. Ketdik unda. Tak. Birinchi 10 taligimizni ochamiz. Ketdik. Yaxshi. Skоворodka berdi. Yomon emas. Ketdik. Hozir bang etib ikkinchi, uchinchi urinishda shoot chiqib qolsa, Turzimon shootmi, Joker kiyimmi? Nima? Ryukzak. Oddiy ryukzak tushdi. Tak, 12 yusiga bitta ochib ko'ramiz. Yaxshi, kraska, legendarniy kraska tushdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, uchinchi 10 taligimizda bizga Yumpi berdi. Yumpi bu juda ham zo'r. Chotki. Davom etamiz. Keyingi urinish yana 10 talik. 4-10 talik adashmasam. Endi keyingi sanoqli adashib ketishim mumkin. Sanab qo'ydik. Yaxshi. Bo'ladi. Boshlanishiga yomon emas, do'stlar, boshlanishiga yomon emas. O'zi bilayotgan bo'lsanglar bor, oxirgi mana shu yillarda PUBG juda ham insofsiz bo'lib ketyapti mana. Yomon emas, ketdik. Tak, to'xtanglar. Propust bilan bitta ochib ko'ramiz. Propustit, yana propustit. 3-propustit. Boshki sochmi? Nima qilaman sochni? Voy, manaki shoot scar. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Shoot scar tushdi. Bizning maqsadimiz o'zi bu orужие menga kerak emas, orужие emas. Mototsikl berdi. Orужие bizning maqsadimiz kiyim, Joker kiyim. Meni maqsadim shu. Joker kiyim olish maqsadim. Okey, garantam beryapti. To'xtanglar. Taktikalar bor, taktikalar. Qo'limda misol uchun Lenik turibdi. Lenikka balo bormi? Oddiy kiyintirib qo'yamiz. Ko'p streamerlar qo'llaydi, nima deydi voy? Vektor taktika, давайте. Vektor taktikaga o'tib ko'ramiz. Vektorjon, Vektorjon. Qani? Sandan nimadir chiqib qoladi. Vektorda bor edi, nima deydi? Legendarniy Muylov bor-ku, Muylovcha. O'shani qo'yib qo'yamiz. Qani Muylov bo'lish kerak mana. Muylov. Vot, mana Muylovcha. Vektor tog'u. Qani ketdi Vektor tog'udan. Comeback kutamiz. Qani Vektor tog'udan comeback ko'ramiz. Tak. Atak maskani berib yorsa ham zo'r bo'lardi lekin. Ketdi. Propustitni o'chirib bosamiz. Nechinchidir 10 talik ochilyapti. Hech nima bermadi. Keyingi
Qani nima beryapsan? Qani. Yo'q, hech narsa bermaydi bu insofsiz PUBG. Hech narsa bermaydi. Shoot! Voy! Mana to'g'risini ochib tushdi. O'zi menga kerak emas edi-yu, lekin mayliga. Shoot o'zi kerak emas edi, to'g'risi kerak emas edi, lekin bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r. Bizga kiyim kerak-da, kiyim kerak menga. Og'ayinchalik menga kiyim ber, kiyim. Jokka kiyim kerak yo'q. Hatto maska ber, hatto sumkasini ber, nimadarini ber. Arjo'lar bo'ladi. Yaxshi. Ketma-ket 3 marta shoot tushirsam, ha do'stlar, qaranglar. 3 ta material bo'lsa, 6 ta material bo'lardi lekin. DP. DP menda bor, shuning uchun bitta material berdi. Nima emas. Darsdan o'tamiz. Shunda qaranglar, hozir 1000 UC ni ayirib tashlasak, bizda 20000 UC bo'lsa, tok. 8000 UC ga shoot bilan scar shoot tushiramiz. Scar shoot или to'rzinol shoot. Zo'r gap-ku. Zo'r omadli open case bo'lyapti. Omadli. Tak. Keyingisi Viktor Tog'a omad keltirdi. Shuni aytib o'tish kerak. Viktor Tog'ani usulini ishlataverasizlar ham do'stlar. Viktor Tog'a omad keltirdi. Yaxshi. Yo'q, propustit bilan bosib ko'ramiz. Propustit. Oxirgisi nimadir ber. Yana bitta. Oxirgisi 5-chi bo'ldi. Всё. Уже keyingi urinish. Ya, to'g'risini aytayman do'stlar, Va PUBG bilan qanaqadir kelishmayman men. Yaxshi yomon bo'lganmanmi PUBG bilan bilmayman. PUBG meni yomon ko'radi. To'g'risi. Lekin mana shu borku, elf setini bersa ham zo'r bo'lardi, lekin menga shu set ham yoqadi juda. Sumkami, maskami? Shu sumka bu boshqa masala. Boshqa darajada edi-yu. Qani ketdik. Keyingi urinish. Qani. Yo'q, hech nima bermayapti do'stlar. To'xtanglar. Bitta narsa kelib qoldi. Ya'ni ultra akamizning usuli. UC shopga kiramiz-a. Shuna kiramiz. Bu yerda biz UC sotib olmoqchi bo'lgandek qilib ko'rsatamiz deb PUBG ga firib qilib shuna chiqib ketamiz. Va kesga qaytib kelib 2-3 marta mana bu qora mashaklarni bosib, mana bilan bosib kiyintirmay qo'yamizda, shuni yalang'och qo'yib bitta bosib olamiz. Vo, taktikani biri bo'ldi, qaranglar, beradi. Nimadir tushish kerak. Yomon taktika bo'ldi lekin. Yo, taktika lekin zo'r bo'lganda-yu, telba masxara boss seti ekan. Nomni kim o'ylab topar ekan? Shu nomlarni, telba masxara boss seti. Keyingi kesimiz, keyingi o'ntaligimiz nimadir ber. Yaxshi, mefik bosh kiyim. Yomon emas. Ketdik. Keyingi o'ntalik. Va bizda yo'q. Hech bola bermadi. Va bizda yana boyagi masxara boss setni qaytarib tushirib berdi. To'g'risi borki, qanaqadir omadsiz bo'lyapti. Juda omadsiz bo'lyapti. Menga yoqmayapti to'g'risi bu. Open case yoqmayapti. 3700 suyimiz qoldi. Tak. Bitta 60 bosib ko'rsak-chi. 60 bittalik. Voy, 60 ga mototsikl tushdi. Masxara boss Kajavali mototsikli. Nomi ham juda ham g'alati ekan. Ketdik.
Yaxshi, keyingi urinish. Yo'q, nimadir bermayapti do'stlar, nimadir. Boshqa taktika qilib ko'ramizmi? Qanaqa taktikalarni bilasizmi? Viktor Tog'oni qo'ydik. Viktor Tog'oni olib tashlaymiz. O'zimizni personajimizni qanaqadir bir nima bo'ladi? Neobichni kiyintirishimiz kerak edi, bir hech kim kiyintirmagan usulda bir takoy o'zimiz set qilishimiz kerak. Xo'p, men kiyintirib ko'raman. O'zingizlar baho berasiz setga. Yo'q. Вот man. Don't kill me. O'ldirma meni. Ikkinchisi kiyimga bitta zo'r kiyim bor, ko'rsatamaslik. Ay, menga yoqadi mana shu. Вот. Ana shunday yopmasdi. Вот, mana qaranglar. Shuni turzini olib qo'yinglar. Arjon pul. Son qaranglar. Personajda qanaqadir bor-ku. Personaj anaqasi ko'rinadi, xolos tushundinglar-ku. To'g'rimi? Tushunasizlar, to'g'rimi? Nimasi ko'rinishini bildinglar xolos. O'sha nima deydi? Olchami, gilosmi o'shasi ko'rinadi, xolos. Короче, bo'ldi. Всё. Так. Ishtoncha yediramiz endi. Bo'ldi ey. O'zi yuz emas, qancha oldi 2,5 ming yusiga shuncha harakat, o'zi bir nima bersa edi o'zi. Shot kiyim ber, la'nati. Katta shot kiyim ber, maskasini nimadir ber. Asosan kiyim uchun kirgan deymiz. Yo'q. Qani bo'la qol. Shotskar. Yana shotskar tushdi. Yaxshi, bo'ladi. Yomon emas. Har holda skarni oldik. Ovoz eshitlasizlar. Mana shu ovoz kerak menga. Mana shu narsa kerak. 411 yusimiz qoldi va biz amoch ko'rsatyapti. Bittadan qo'yamiz, qani ketdi 10 talik. Yaxshi. Shuni panda beraversan do'stlar. Yo, chiroyligina pashuna qo'ydi-da. Tak. Shuncha aylanib qanaqadan tangachasini beryapti. Yana tangacha 30 kiyim yoqimtoy panda kostyumi. Insofsiz nimadir ber. Nimadir bersang-chi. Yo'q. Bermadim. Xo'p. O'zimiz jestimizga qaytamiz. Tak. 20 yusiga nimalar oldik? Bizda 8 ta mat. Esdan chiqdi-ku. Bizda garant bor. Garant ochmadik hali do'stlar, sizlar bilan endi garant ochamiz. Sal qolsa esdan chiqarib qo'y. Endi live stream emas, tushunasizlar, to'g'ri tushunasizlar. Agar live stream bo'lganda komment yozardinglar. Okay. Opingiz garant qolib ketdi, ochmaysizmi? Yo'q, tudam. Ot, ochgan bo'lardim. Garantimiz bor ekanmiz do'stlar. Tak.
Shut bilan короче hamma arzon olib bo'lganman, hammasi bor menda. Material olishimiz kerak, material. Agar shutlar tushib qolsa 3 ta material beradi. Bu prosta gap yo'q, ketdik. Groza. Yaxshi, bitta material. Yana bitta material, yana bitta material. Kraska ham zarar qilmaydi. Bu kraska ham ko'p mana. 20 ta kraska. Videoning daqiqasi yo'qoldi, uzr. O'chiramiz. 10 ta kraska. Yana kraska. Kraskadan boshqa narsa bermadi bu. Bu bo'ldi, shut bergan zo'r bo'lardi lekin. Tak, biz nimalar oldik? Bitta ryukzak berdi bizga. Mana shu ryukzakni berdi. Orujalardan biz shutni oldik. Shut skar oldik. Tak, mototsikllardan Joker mototsiklni berdi va bu narsalar berdi. Yumpi da bizda Yumpi bor, Yumpi berdi. Skоворodka berdi. Skоворodka. Yomonmas do'stlar, bo'ladi. Gap yo'q. To'g'ri o'zi aytdim, boshda aytgandim, menga orujalar uncha qiziq emas, shut unchalik qiziq emas edi, lekin mayli nima ham dermiz. Asosan bizga mana bu kiyim kerak edi, jestli kiyim, lekin bizga PUBG insofsizlik qilib buni bermadi. Mayli nima ham dermiz. Hop do'stlar, open case yo'qdi degan umiddaman. Sizlar bilan Carleon PUBG bo'ldi. Bundan keyingi open case'larimiz ham bo'lib o'tadi. Buning uchun bizga sizlarni poddershkalar kerak, qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Imенно menga videoga like bosib, komment yozsanglar, men juda ham xursand bo'ladim. Bu nima? Yangi ochilgan kanalimizning rivojiga katta hissalarni qo'shgan bo'lardinglar. Va ishonaman kelgusida Carleon oilasi yana ham kattalashib Meravoy o'ringa chiqamiz degan umiddaman. Meravoy o'rin bo'lmagandan hech bo'lmasa O'zbekiston darajasida bizani tanishadi, Carleon oilasini his qiladiganlar ko'p bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, sizlar bilan Carleon bo'ldi. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. 20 ming UC open case qanaqa bo'ldi? Fikringizni kommentda kutib qolaman. 20 ming UC ga arziydigan narsalarni tushira oldikmi yoki yo'qmi? Buni albatta kommentda yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sizlar bilan Carleon, ko'rishguncha.